Sirdaryo viloyatida yoshlar va madaniyatga alohida e'tibor qaratilmoqda. Viloyatda so'nggi vaqtlardagi eng samimiy va ochiq uchrashuvlardan biri bo'lib o'tdi. Viloyat hokimi Erkinjon Turdimov yosh musiqachilar, rassomlar, san'at maktablari o'quvchilari va ijodiy to'garaklar ishtirokchilari bilan uchrashdi. Uchrashuv rasmiy chiqishlarsiz, erkin muloqot shaklida tashkil etildi. Viloyat rahbari yoshlarga murojaat qilib, ularni ochiq gapirishga chaqirdi. Kelinglar, rasmiy gaplarni chetga surib, sizlarni haqiqatdan ham o'ylantirayotgan masalalar haqida gaplashaylik. Muhtaram Prezidentimizning topshiriqlari asosida har payshanba kuni yoshlar bilan uchrashish, yoshlarning muammolarini tinglash, ularni bartaraf etish, umuman olganda mana shu yoshlar kuni deb e'lon qilgandilar. Shu nuqtai nazardan bugun ana yosh san'atkorlar bilan yosh ijodkorlarda nima degan gap bor, ularning fikrlarini eshitib, nima muammolar qiynaydi, nimalariga yordam bersak bo'ladi degan nuqtai nazardan bugun tashrif buyurdik. Endi agar muammolarni ochiq oydin gapiradigan bo'lsak, men o'ylayman, to'g'ri bo'ladi. Kimda nima qiziqtiradigan savollar, takliflar bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni tanishtirib, savolingizni, taklifingizni bildirishingiz mumkin. Birgalashib uni yechimini izlaymiz. Shundan so'ng suhbat jonli va qizg'in muhokamalarga ulandi. Yoshlar madaniy maydonlar yetishmasligi, gastrol safarlari, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, konsert va ko'rgazmalarni yangi formatda tashkil qilish bo'yicha o'z takliflarini bildirdi. Uchrashuv davomida qariyb 50 ta tashabbus va g'oya o'rtaga tashlandi. Ayrim takliflar bo'yicha shu joyning o'zida amaliy qarorlar qabul qilindi. Xususan, viloyatdagi barcha bog'chalarda qo'g'irchoq teatri tomoshalarini yo'lga qo'yish rejalashtirilmoqda. Bu orqali bolalarni san'at va madaniyatga ilk yoshdan qiziqtirish maqsad qilingan. Shuningdek, madaniyat boshqarmasi uchun maxsus avtobus ajratilishi ma'lum qilindi. Undan ijodiy jamoalar va san'at vakillarining tumanlarga gastrol safarlarini tashkil etishda foydalaniladi. Uchrashuvda yosh rassomlar masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Endi musiqa va san'at maktablari o'quvchilarining ishlaridan ko'rgazma va auksionlar tashkil etish rejalashtirilmoqda. Bu esa ko'plab yosh ijodkorlar uchun o'z asarlarini keng jamoatchilikka namoyish etish imkonini beradi. Viloyat hokimi ta'kidlaganidek, bugungi asosiy vazifa iqtidorli yoshlar uchun sharoit yaratish, ularning o'z iste'dodlarini shu yerning o'zida namoyon qilishiga ko'maklashishdan iborat. Uchrashuv yakunida esa bir fikr yanada aniq sezildi. Sirdaryoda yoshlar bilan ochiq va to'g'ridan to'g'ri muloqot qilish amaliyoti davom etadi.